3 minutda blok zanjiri bilan tanishib chiqish. Tarjim qilguvchi Uyg'ur fidoi tarjimonlar guruhidan bilmascan. Yaqinqi 2 yildan buyon bittangisi hali zo'r shavqin-suron chiqardi. Bu yerda blok zanjiri degan yana bir notanish bir ism bor bo'lib, yaqindan beri buni tilga olayotgan odamlar kundan-kunga ko'paymoqda. Avval tushuntirmoqchi bo'lgan bir nuqta bo'lsa, blok zanjiri bilan bittangisi bir uqum emas. Blok zanjiri bittangisi texnikasi asosida keyin paydo bo'lgan. Balkim sizmi diqqat qildingiz. Naqpulning turmushimizdagi mavjudligi kundan-kunga tuvallab ketdi. Naqpul hozir tor orqali to'lgil bo'ladigan sifirlarga aylanib turdi. Hamda ko'pchilikmi bu son sifirlarning boyliqqa vakillik qildiganligiga ishonadi. Bu shuni tushuntirdiki, bir savdo sistemasida hisobot aniq bo'lgan bir ishonchli hisobot daftari bo'lsa-la, naqpul bo'lmagan taqdirdami, butkul savdo sistemasi qalaymaqonlashib ketmaydi. Blok zanjiri bo'lsa, an'anaviy hisobotga o'xshamaydigan hisobot shaklidir. An'anaviy torda pul to'lash qarmoqqa savdo qilayotgan ikki tarafning bevosita savdosiga o'xshaydi. Amaliyotda har bir savdoning keyinida uchinchi bir taraf vositachilik qiladi. Bu vositachi bo'lsa, hukumat, banka, shirkat qatorliq ishonishga bo'ladigan nopozliq organlardir. Bu vositachilik o'rinmi bir savdo markazi bo'lib, sistemadagi har bir savdo uchurini xotirlashga va mushundoq uchurlarni ratlab bir g'oyat zo'r hisobot daftari qilib chiqishga mas'ul bo'ladi. Biroq bu markaz hakkerlarning hujumiga uchrab, hisobot daftari yomon g'arazda o'zgartirilsa, butkul sistema xatarlik ahvolda qolishi mumkin. Ammo blok zanjiri hisobotidagi savdo sistemasida bu xil an'anaviy savdo markazi mavjud bo'lmag'achqa, butkul sistema ichidan vayron bo'lishga xatarga uchirmaydi. Blok zanjiri sistemasida har qatimliq bevosita savdo qilayotgan ikki taraf o'tirsida bo'ladi. Savdo qilayotgan ikki taraf savdo uchurini butkul savdo sistemasiga uqtirdi. Shuning bilan nurg'unlagan fidoilar bu uchurlarni xotirlab, hisoboti aniq bo'lgan hisobot daftari qilib ratlab chiqadi va bu hisobot daftarini butkul sistemaga uqtirdi. Bunda qilganda blok zanjiri sistemasidagi hisobot daftariga yakka holda birla savdo markazi mas'ul bo'lmaydi. Balki sistemadagi har bir ishtirok qilguvchi o'rtaq mas'ul bo'ladi. Buningda hakkerlar dunyodagi hamma ishtirok qilguvchilarga tangla hujum qila olsa bo'ladi. Bo'lmasa bu hisobot daftari hargiz yo'qolmaydi. Ammo bundoq bo'lganda bir masala tug'iladi. Ko'pligan fidoilar o'xshash vaqtda hisobotga yozgan vaqtda qandoq qilib xilma-xil o'xshash bo'lgan hisobot daftarining paydo bo'lib qolmasligiga kafolatlik qilg'il bo'ladi. Bu shifrshunoslik bilimlari asosida blok zanjiridagi ustulik bilan planlashlarga munosabatlik bo'ladi. Blok zanjiri sistemasida har bir belgilik vaqtdan keyin yangi bir blok, ya'ni bo'lak paydo bo'lib, shu vaqtning o'zida bo'lingan savdo ushurini saqlab qo'ydi. Fidoilar shifrshunoslikqa oid bir qiyin masalani hal qilgandilar, bu blokni mukammallashtirib inovatli qilg'il bo'ladi. Qiyin masalani yechib chiqqan birinchi fidoi javobini blokning oxiriga ratlab qo'ydi va bu mukammallashgan blokni butun sistemaga uqtirdi. Boshqa fidoilar bu qiyin masalaning hal qilinganligini bilgandan keyin qo'lidagi ishni qo'yib, keyingi blokning qiyin masalasini hal qilishga o'tadi. Shuni ta'kidlab qo'yishga arziydi-ki, har bir blokdagi qiyin masalaning javobi o'xshash vaqtda keyingi blokning beshiga qo'yilib, shu blokdagi qiyin masalaning bir qismi bo'lib shakllanadi. Bundaq bo'lganda bu qiyin masalalar bir-biriga ulanib, har bir blokni bir-biriga ulab zanjir shakllantiradi. Mana bu blok zanjiridir. Agar birisi bularning orasidagi bir blokni o'zgartmoqchi bo'lsa, u bu blokdagi yangi bir qiyin masalani yechib chiqib qolmasdan, uningga ulangan barliq qiyin masalalarni yechib chiqish kerak. Bu deganlik bir odamning kuchiga tayanib sistemadagi barliq ishlarga taqobil turish deganlikdir. Shundaqla o'xshash bir vaqtda hasilab oshirilgan xizmat miqdorini puturmak deganlik bo'ladi. Sistemaga ishtirok qilguvchilar nihoyat ko'p bo'lganda, bu xil o'zgartirish mashg'ulotini elib berish asosan mumkin bo'lmaydi. 2008-yili Satoshi Nakamoto bittangisining modeliga asosan blok zanjiri texnikasini ijod qildi. Wikipedia'da yozilishicha, Satoshi Nakamoto Yapon qon sistemasidagi amerikalik bo'lib, 2008-yili bittangisi nuqtadan nuqtaga boradigan elektronlik pul sistemasi Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system degan ilmiy maqolasini e'lon qilib, o'zi bittangisi deb ism qo'ygan bir xil elektronlik pul va uning hisoblash usulini bayon qilgan.
Tarjimondan. Ammo blok zanjirining ishlatilishi sıfırlıq pul bilan cheklanib qolmasdan, balki yana o'ttirda nufuzi nihoyat kuchli bir vosita qatnashmagan ahvol ostida yanada bexatar va ishonchli holda sistemani boshqarg'ili bo'ladi. Blok zanjiri balkim pul muomala, mulk huquqi, jamoat farovonligi, ashyo to'g'ri qatorliq ko'plagan sohalarning masalalarini hal qilib, butkul jamiyatni zilzilaga keltirgudek o'zgarishlarni olib kelishi mumkin.